Bolam, keldingmi? Nima bo'ldi? O'qishga kiribsanmi? Shartnoma asosida, oyi. Mayli bolam, mayli. Siqilma. Eng muhimi o'qishga kiribsan-ku. Endi men ham gerdayib yuraman. Meni o'g'lim oliy dargoh talabasi deb. Onajon, shartnoma pulini qanday to'laymiz? Bolam, sen siqilma. Men hozir. Mana buni ol. Bu rahmatli onamdan qolgan meros. Agar buni sotsang, 4 yillik o'qish pulingni bemalol to'laysan. Ol bolam. Ola qol. Oborib sot buni. Axir bu meros-ku, oyi. Bolajonim, bu bir buyum. Sen 4 yil o'qib oladigan ilming bu najot. Rahmatli buvijoningni ham ruhlari shod bo'ladi bolam. Olaver bolam, olaver. Rahmat oyijon, rahmat. Sezyapsiz-a? Og'riq yo'qmi? Endi bu oyoqni. Og'riq yo'qmi? Yaxshi. Sarvarbekning ahvoli ancha yaxshi. Yana bitta operatsiya qilsak, nasib yurib ketadi. Rostdanmi? Ha, rost. Ahvoli ancha yaxshi. Xudoga shukr, ukajonim. Xo'p, men bora qolay. Nasib kelasi oyning boshida keyingi operatsiya. Salomat bo'linglar. Rahmat. Xo'p. Ha, dorilarni o'z vaqtida berishni, aytilgan mashqlarni bajarishni unutmanglar. Albatta bolam, albatta. Mayli. Sarvarbek sog' bo'ling. Rahmat bolam, rahmat. Ana eshitding bolam? Hammasi yaxshi bo'ladi deb aytdim senga. O'zimmi oyijonim? O'zimmi erkatoyim. Jo'natdingmi bolam? Oyi, bu operatsiyaga qayerdan pul topamiz? Avvalgi operatsiyalarga, rahmatli otamdan qolgan mashinani, uydagi mebellarni, hattoki ona bola sog'in sigirimizni ham sotdik. Endi nima qilamiz, oyi? Mana. Hozir mana. Mana bolam. Mana bularni sotamiz. Ol. Menga bularni umuman keragi yo'q. Bolajonim tezroq sog'ayib ketsa bo'ldi. Aylanib ketaysan-da. Umrginang uzoq bo'lsin bolam. Onajonim, yaxshi ham siz borsiz. Mana hozir bolam. Hozir. Mana keldingmi bolam? Sog'inib ketuvdim-a bolam-a? Keldingmi-ya? O bolajonim, o'zimni erkatoyim-a, keldingmi? Bolam, keldingmi? Ah, bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Do'stim Suhrobni oldiga kelgandim. Suhrob, voy Suhrob. Bolalarim kelmadi-ku. Sog'inib ketuvdim-ku bolamni. Voy, hozir Jasur. Bolam. Mana keldim. Allah, Jasurjon bolam, senmisan? Nega ko'rinmay ketding? Seni ham ukangni ham juda sog'inib ketdim-ku. Ukang ham telefon qilganiga 1 yil 3 kun bo'ldi. Sen ham 6 oy 10 kundan beri ko'rinmaysan. Telefon ham qilmaysan bolam. Axir sizlarni juda ham sog'indim bolam. Qachon kelasizlar bolam? Alo, bolam. Alo. Risolat xola, bu men. Sobir pochtachiman. Ertaga pensiyangizni olib bormoqchi edim. Uyda bo'lasizmi? Bolalarimni juda sog'inib ketdim. Ko'rmaganimga ancha bo'ldi-da bolam. Men ularni juda ham sog'indim. Tezroq kelinglar bolajonlarim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Şu sinimizde özün rahmetin alıp gariq rahmet şahiste cennet kıl. Allahu Ekber.
mayli balam, bandalik. Aka. Onamniki. Qo'shnimiz Ra'no xolaning aytishlaricha, bolalarimdan birortasiga pul kerak bo'lib qolsa, sotaman deb asrab yurgan ekanlar. Aka. Oyim biz uchun bolalarini berdilar. Berishga tayyor turdilar. Biz bo'lsa birimizni ham, bir daqiqamizni ham bera olmadik. Onam hali sog', g'amxo'rlik qilishga ulguraman deb pul ortidan quvib yuraveribman. Onajon, bizni kechiring. Kechiring onajon. Quchog'ingizga bir dunyo dardni tutqazganimiz uchun siz bizga malham, hayot tutqazgandingiz. Onangizdan oxirgi marta qachon xabar oldingiz? Qachon uni bag'ringizga bosib, mehringizni izhor qildingiz? Oxirgi marta qachon dildan suhbatlashib, ko'nglini ko'tardingiz? U sizni sog'ingan. Sog'inchdan yuragi zada. Yo'lingizga intizor. Balki shu sog'inch dardidan yuragi allaqachon chilparchin, telba bo'lgandir. Vaqtni boy bermang.